Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun yana koson soyga olib kelib ishlatib beryapmiz. Bu akamiz ham Yevropadan turib zakaz qildilar. Lekin kechagi kungi videodagi Yevropadagi akadan boshqa inson odam bilan gaplashmaganim. Prosta Xorvatiyada ekanlar bu akamiz. Kechagi kungi akamiz Germaniyada edilar. Xorvatiyadan turib ko'rgan ekanlar, shunga zakaz qildilar. Menga ixcham bo'lsin, kichikroq bo'lsin. Puli ham o'rtacha normalniy bo'lsin, ko'targan nopni bo'lsin deyishdi. Bu radiator pechkamiz 50 ga 120 hisoblanadi. Tokkasi quladi. Mana suv quyib ichiga parvoy отопление bir turi bo'ladi. Tokkasi qilib qo'yiladi. Mana shunday ishlab yuraveradi. 220 volt tokka ishlaydi. Shu zonada mana shu voltni ham ko'rib qo'ysak, mana ko'rishingiz mumkin 234 ekan. Xo'p. Sizlarga ham kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmatlarimiz bor. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Bu ustidagi nima deydigan bo'lsangiz, mabodo qachondir parvoy отопление qilaman deganingizda, buni devorga qotirib, uni ilib qo'ysa ham bo'laveradi. Xohlagan paytingiz ilishingiz ham mumkin. Endi bu ko'chma narsalar uchun oyog'ida turadi. Oyog'i ham moshni baquvvat. Ustiga chiqib o'tirsangiz ham bo'laveradi. Hech qanday muammosi yo'q. Qaranglar, o'zlaring bitta like bosinglar. Remontga zo'r tushibdimi? Bu ham cho'tka holatda qilingan ekan, havas bilan. Yaxshi kunlarga nasib qilsin. Agar sizlarga ham ma'qul kelgan bo'lsa, ushbu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, fikrlaringni kommentariyada qoldirib qo'yinglar. Hammaga omad, rahmat, sog' bo'linglar.